qanday qilib ekspertimda stories axbatlarini 10 mingtadan 70 mingtagacha ko'tardim. Hammaga assalomu alaykum. Bugungi darsimizda shu haqida gaplashamiz. To'g'risini aytsam, bu natijaga men o'zim ham juda ham hayron qolganman va storieslarimga qo'yganimda ham juda ko'p meni o'zim auditoriyam ham hayron qolishgan edi va даже ba'ziga odamlar bu narsani Photoshop deb o'ylashdi, ya'ni ishonishmadi. Bu narsa nerealniy, bu narsa qilish mumkin emas deb aytishdi, lekin men uverenman, bu darsdan keyin sizlar ishonch hosil qilasizlar va agarda men aytgan fishkalardan sizlar ham foydalansanglar, katta ehtimol bilan sizlar o'zingizlarning blogingizda ham yoki ekspertingizda ham shunaqa natijalar qila olasizlar. Xo'p, kelinglar darsimizni boshlashdan oldin tanishib olamiz. Men o'zi kimman? Men Xolida Abdurahmonova, 5 yillik tajribaga ega Instagram yurg'izish bo'yicha mutaxassisman. Shu karantin paytida shu sohaga kirib kelganman, ya'ni oddiy SMM mutaxassis bo'lib boshlaganman ishimni va hozirda o'sha prodyuserman. Juda ham ko'p loyihalar bilan ishlaganman. Uning orasida Bellissimo pizzalari bor, Vkusno Boyseva bilan ishlaganmiz. Bonamur orqali meni ko'pchilik taniydi, ular bilan hamkorlik qilganmiz va Ali Maybekovna bilan ishlaganmiz va hozirgi kunda men Madina Nigmatullayevani doimiy prodyuserlariman va ular bilan birgalikda hamkorlikda ishlaymiz. Va o'zim ham zapusk bo'yicha va SMM bo'yicha kurslarim bor va ular bo'yicha ham men o'quvchilar o'qitaman. Men sizlarga bugungi darsimizda o'zimni keysimi, o'zimni tajribam bilan oshchasiga bo'lishmoqchiman, ya'ni hech narsa yashirmasdan. Bu o'zim sizlarga ayta olaman, bu ma'lumotlar o'zi pulli ma'lumotlar, lekin bugungi darsimizdan foyda olsanglar, men bundan juda ham xursand bo'laman va sizlarga hamma sirlarini bepulga shu darsda o'rgatmoqchiman. Xo'p, qanaqa qilib stories axlatlarini 7x oshirdim? Ya'ni bu narsa odamlarga nerealniy tuyulishi mumkin, chunki odamlar o'zini stories axlatlarini 2x ga oshira olmaydi va bu narsaga ishonishingiz qiyin bo'lishi mumkin. Albatta, men sizlarga va'da bera olmayman, sizlarda ham xuddi shunaqa bo'ladi deb, lekin hatto sizlarda 2-3 barobar oshsa ham bu narsa juda ham zo'r degani. Shuning uchun darsimizni diqqat bilan ko'ringlar. Darsimiz o'zi kimlar uchun, ya'ni kimlar uchun bu dars foydali bo'ladi? Birinchi navbatda stories axvatlari past, sotuvlari past bo'lgan ekspertlar yoki mutaxassislar uchun. Ya'ni o'sha doimiy ravishda prosmotrlardan qiynaladigan, axvatlari past bo'lgan va albatta sizda prosmotrlaringiz kam bo'lsa, sotuvlaringiz ham past bo'ladi va shuning uchun prosmotrlarni oshirish bu juda ham muhim. Xo'p, ikkinchi navbatda storieslarni noto'g'ri yuritib, sotuvlarni yaxshi qila olmayotganlar uchun. Ya'ni ko'pchilik bu haqida hali ham bilmaydi, ya'ni blog yurg'izadi, lekin storieslarni noto'g'ri yuritgani uchun sotuvlar ularda past bo'ladi. Bu ham albatta muammo, chunki agarda siz bu narsani o'rganmasangiz, sizning sotuvlar baland bo'lmaydi va shu sababdan buni ham o'rganishingiz kerak bo'ladi. Keyingisi stories orqali katta sotuv qilmoqchi bo'lganlar uchun, ya'ni o'zingizga, ekspertizga, prodyusermisiz, ekspertmisiz yoki SMM mutaxassismisiz farqi yo'q. Bu narsa bu bilimlar sizga foydali bo'ladi va albatta agar sizga bu mavzu qiziq bo'lsa, darsimizni oxirigacha ko'ring va agarda meni storiesda atmetka qilsangiz, men sizni albatta ko'raman va o'zimga repost qilishim ham mumkin. Xo'p, kelinglar, darsimizni boshlaymiz. Demak, meni ekspertim bu Madina Nigmatullayeva. Ular bilan biz birgalikda deyarli yarim yildan beri ishlab kelyapmiz va ular bilan zapusk bo'yicha ishlaymiz va polni Instagram akkauntlarini ham biz yurg'izamiz. Storieslarni, reelslarni polni biz qo'yamiz. Va o'zi qanaqa holat bo'ldi? Biz ular bilan gaplashganimizda, boshida ish boshlayotgan paytimizda ular menga aytdilar, "Men polni ularning axvatlari bo'yicha ma'lumot olib, ya'ni sizda o'zi qanaqa prosmotrlar, ya'ni bilasizlar, ularning podpischiklari deyarli 1,2 ta, ya'ni 1,2 tadan ham oshiq. Bu juda ham katta sifra va men o'ylagandimki, ularning axvatlari ham shunga yarasha baland bo'lishi kerak deb o'ylagandim va ulardan so'raganimda, oxirgi paytlar, ya'ni oxirgi yarim 1 yil ichida stories axvatlarim ham, reels axvatlarim ham juda ham tushib ketgan dedilar. Ya'ni даже 10 mingta, 15 mingtaga tushib ketgan ekan oxirgi paytda. Tasavvur qilsam, ya'ni 1,2 auditoriyaga 10 mingta prosmotr bu juda ham kam degani va shu sababdan men o'yladimki, buni albatta to'g'rilash shart va ularda lekin organik auditoriya, ya'ni ularda qanaqadir givlardan yig'ilgan auditoriya emas, shunchaki uzoq muddatda sekin-sekin yig'ilib kelingan auditoriya bo'lgan va ularni ko'tarish mumkin bo'lgan va albatta ularda potensial bor edi. Shunchaki men ularni ko'rib chiqqanimda storieslarini juda ham qiziqarsiz va juda ham xatolar bilan yurg'izilgan akkaunt bo'lgan. Albatta bu oldingi ishlagan komandalarga ham bog'liq bo'lgan va shu sababdan biz bu narsani to'g'rilashga qaror qabul qilganmiz. Va biz zapuskdan oldin birinchi o'rinda men polni SMMlarini bo'ynimga olganman, ya'ni o'sha storieslarni, reelslarni, content ideyalarni hammasini o'zim qilganman va ularda o'sha 1 oy ichida 10 mingta maqsadli auditoriya qo'shilgan. Bu bepulga faqatgina reelslar orqali sizlarga skrinshotlar qo'yib qo'yaman, ya'ni umuman targetga pul ishlatmasdan, hech qanaqa reklamalar qilmasdan, shunchaki reelslarni o'zidan, ya'ni gazeta
12 tacha reelsni o'zidan biz 10 mingta obunachi yig'ganmiz va stories axvatlari ham mana birinchi kunni o'zida уже bizda 70 mingtaga deyarli chiqqan. Ya'ni adashmayapman, menimcha birinchi kuni 60 mingtaga chiqqan va уже biz ketma-ket qo'yaverganimizdan eng baland prosmotlarimiz bizda 70 mingtadan oshgan. Va sizlarga skrinshotlar bilan albatta qo'yaman, sizlar ko'rishingiz uchun va buni sirlarini ham sizlarga o'rgataman. Albatta bu o'zi juda ham katta mavzu, ya'ni storieslar yurg'izish, progrevlar qilish bu juda ham katta mavzu, lekin sizlarga eng kerakli ma'lumotlarni berishga harakat qilaman. Xo'p, demak, kelinglar, sizlar bilan xatolardan boshlaymiz. Ya'ni Madinapada qanaqa xatolar bo'lgan va bu narsani sizlarga nima uchun aytyapman? Balkim sizlarda ham shunaqa xatolar bordir. Sizlar hozirni o'zida mana daftar uchkalar bo'lsa, olib yozinglar. Sizlarda hozir qanaqa xatolar bo'lishi mumkin? Ya'ni men hozir aytadigan xatolarni sizlar ham qotgan bo'lishingiz mumkin. Agarda sizlarga tanish holat bo'lsa, sразу yozib chiqinglar, chunki biz birinchi o'rinda xatolarni bilishimiz kerak va o'shalarni ustida ishlashimiz kerak bo'ladi. Ya'ni birinchi ularda bo'lgan xato bu qiziqmas storieslar bo'lgan. Ya'ni qanaqadir qiziqarli ma'lumotlarni ham ular, ya'ni endi конечно ularda storieslar yurg'izish bo'yicha bilimlar unaqa ko'p emas. Ular o'zlari xohlagancha yurg'izganlar. O'zlariga qiziq bo'lgan auditoriya ularni ko'rgan, lekin juda ham ko'p auditoriya ko'rmagan, chunki ularda masalan qanaqadir ma'lumotlarni ular ko'p tekstlar bilan, kichkina qanaqadir ko'rinmas shriftlar bilan yoki qiziqmas qilib yetkazib berganlari uchun ularda stories axvatlari tushib ketgan bo'lgan. Va ikkinchisi bu juda ham muhim. Mana hozirgi paytda bilasizlar, stories axvatlar o'zi hammada tushib ketyapti. Bu o'zi normal holat, lekin biz harakat qilishimiz kerak ushlab qolishga. Va bunda eng birinchi rol o'ynaydigan narsa bu reelsda ham bor formula, storiesda ham ishlaydi. Bu hook yo'qligi. Ya'ni ularda hook bo'lmagan. Ya'ni biz qanaqadir holat aytib beramiz, ama qanaqadir ma'lumot yetkazib bermoqchi bo'lamiz, ama bizda doim hook bo'lishi shart. Chunki hook bo'lmasa, agarda sizlarning storieslarni birinchi istoriyalardan odam qiziqib ko'rmasa, keyingi storieslarni umuman ko'rmaydi va o'tkazib yuboradi yoki umuman ko'rmasligi ham mumkin. Ya'ni sizlarga hozir har bitta aytayotgan gaplarimni misol bilan ko'rsatib beraman. Ya'ni qanaqa bo'lishi kerak emas, qanaqa bo'lishi kerakligini ko'rsatib beraman va sizlar ham bunga ahamiyat beringlar. Sizlar storieslarni qanaqa boshlaysizlar? Hook bilan boshlaysizlarmi yoki shunchaki kofeni rasmini qo'yib assalomu alaykum deb boshlaysizlarmi? Ya'ni bu ham juda ham muhim. Agar sizlar storieslarni birinchi istoriyadan sizlar jalb qilib olmasanglar, odamlar qolgan istoriyalarni ko'rmaydi. Xo'p, keyingisi aytganimdek tekst ko'p bo'lganligi. O'zi qoida bo'yicha, Instagram qoidalari bo'yicha storieslarda tekst faqatgina 30% bo'lishi kerak. Ya'ni biz polniy ekranga tekst yozsak, odamlar uni o'qimaydi. Hozirgi kunda bilasizlar, odamlar juda ham erinchoq bo'lib ketgan va unaqa ko'p tekstlarni odamlar o'qimaydi. Ming uzr ma'lumot bo'lsa ham, lekin bittasini ko'rsam o'sha keyingi istoriyani ko'rgisi kelmay qoladi. Shu sababdan biz ko'p ma'lumotni bo'lib chiroyli tarzda yetkazib berishimiz kerak bo'ladi. Bu ham juda ham muhim. Ya'ni ko'p, конечно, boshqa ekspertlar bu haqida bilmasligi mumkin, ya'ni psixologlar, boshqa o'qituvchilar bilmasligi mumkin, lekin biz digital mutaxassislar buni bilishimiz shart va albatta buni qo'llashimiz kerak. Men o'zi stories maker bo'lib ishlamaganman, lekin bu bo'yicha bilimim bor. O'zi bilasizlar, prodyuser deyarli hamma sohadan ekspert bo'lish kerak va menda shu narsa bor va sizlarga ham bu narsa maslahat beraman. Xo'sh, siz stories maker bo'lmasanglar ham bu ma'lumotlar sizlarga kerak, chunki sizlar ertaga komanda boshqarsanglar, sizlar kimga qanaqa tizim berishi, kimga qanaqa narsa o'rgatishni bilishingiz kerak bo'ladi. Xo'p, keyingisi bu ham juda ham katta xato va juda ham muhim narsa. Bu progrev instrumenti ishlatilmaganligi. Ya'ni progrev instrumentini bilasizlar, bu qanaqadir sotuvga olib boradigan yoki qanaqadir действиеga olib boradigan instrument. Ya'ni agarda sizlar qanaqadir ma'lumotmi, bepul darslikmi, kursmi, u nima bo'lsa ham, sizlar primoy reklama qilsanglar, u narsani odamlarga qiziq bo'lmaydi. Ya'ni sizlarning vazifanglar o'sha mahsulotgami, kursgami, darslikgami, seminar farqi yo'q, nimaga bo'lsa ham, sizlar oldindan auditoriyani qiziqtirib, ularning muammolarini olib chiqib, ular bilan savol-javob bilan muloqot qilib, ularni qiziqtirib, keyin o'sha narsaga e'lon bersanglar, ya'ni o'sha narsani sotuvini ochsanglar, sizlarda ancha sotuvinglar baland bo'ladi va bu narsa ularda deyarli bo'lmagan. Oldin bo'lgan bo'lishi mumkin. Men endi juda ham chuqurlashib ko'rmadim, lekin o'sha oxirgi storieslaridan kelib chiqib aytvaman, ularda progrev instrument deyarli bo'lmagan va bu odamlarga albatta qiziqarli bo'lmagan, chunki odamlar progrev orqali qiziydi va ular qiziqadi. Va stories axvatlari ham doim progrevda o'zi to'g'ri progrev qilinganda oshadi. Mana ko'pchilik zapuskchilar aytadi, что progrev paytda axvatlar tushib ketadi deb, lekin bizda bu narsa deyarli kuzatilmadi. Bizda naborot progrev paytda axvatlar oshdi va bu narsa ham ko'pchilikni hayron qoldirdi. Qanaqa qilib progrev paytda hammada axvatlar tushadigan paytda sizda ko'tarildi deb, chunki biz progrevni ham to'g'ri qildik. Ya'ni biz hammaga o'xshab bir xil qiziqarsiz storieslar qo'ymadik. Biz iloji boricha qiziqarli qilishga harakat qildik. Xo'p, keyingisi bu ham juda ham muhim qoida, bu storiesda syujetniy liniyalar bo'lmaganligi.
ya'ni syujetniy liniya bu nima? Bu oddiy qilib aytganda qanaqadir bitta hikoya agar aytib beradigan bo'lsangiz, sizlar o'sha hikoyani albatta boshi, o'rtasi va oxiri bo'lishi kerak. Ya'ni sizlar to'satdan qanaqadir mavzuda gapirib ketsanglar, odamlar tushunmay qoladi. O'zi nima haqida gap ketyapti, nimaga bu narsani gapiryapti deb odamlar tushunmay qoladi. Shu sababdan bizni qanaqadir masalan erkak va ayol munosabatlari haqida gapirsak, biz o'sha mavzuni boshi, o'rtasi va oxiri bo'lishi kerak. Bu juda ham muhim. O'shandagina odamlar sizni как serialingizni serialdagi ko'radi, chunki unda tushunarli bo'ladi. Ya'ni mana mavzu bilan boshlanyapti mavzu va mana mavzu bilan tugayapti degan narsa bo'ladi. Shu sababdan bu ham juda ham muhim. Va navbatdagi yo'lida bo'lgan xato bu har xil formatlarni yo'q bo'lganligi. Ya'ni formatlar bor. Storieslarda bilsanglar agar, ularda majnapada ko'pincha faqatgina kartinkalar bo'lgan, ya'ni o'sha oddiy искусственный kartinkalarni qo'yib tekstlar qo'yganlar va bu narsa ham xato. O'zi bilasizlar, digital mutaxassislar bilsa kerak, o'zi bizda storieslarning qoidasi bo'yicha ikkita rasm va bitta video bo'lishi kerak. Ya'ni ketma-ket rasm bo'lsa ham odamlar o'zi ko'rmaydi va ketma-ket videolar bo'lsa ham odamlar o'zi ko'rmaydi. Shu darajada odamlar shu darajada biz maydalashimiz kerakki, bu ham juda ham muhim. Va albatta har xil formatlar deganda bilasizlar, o'zi storiesda 22 xil formatlar bor. Ya'ni tam screenshot bor, rasm bor, time lapse bor, video bor, tam dumalovchi video bor yoki tekst bor, kollaj bor. Ya'ni har xil formatlar bor. Sizlar uni ishlatishingiz kerak bo'ladi. Agarda sizlarning storiesinglar bir xil bo'lsa, ya'ni faqat rasm tekst yoki video tekst bo'lsa, odamlarga bu narsa qiziq emas va qachonki odamlarni o'sha har xil narsalar formatlar ko'rganda odamlar qiziqib ko'radi. Bu narsa menimcha bilsanglar, kinolarda ham ishlaydi. Ya'ni har 3 sekundda kadrlar o'zgaradi va shu sababdan odamlar qiziqib ko'radi. Va storiesda ham xuddi shunaqa narsa bo'lishi kerak. Ya'ni har bitta storiesda har xil formatlar bo'lsa, iloji boricha odamlar yana ham qiziqib ko'radi, chunki ular как будто har xil narsa ko'rgandek bo'ladi. Odamlar qiziqib oxirigacha ko'radi. Agar bir xil narsa однотипный bo'lsa, уже bu narsa odamlarni zeriktiradi va bir xil rakurslar, bir xil kiyimda, bir xil tonda bo'lsa, bu narsa ham odamni zeriktirib yuboradi va axlatlarni tushirib yuborishga sabab bo'ladi. Xo'p, yana boshqa xatolar bo'lgan bo'lishi mumkin. Men asosiylarni sizlarga aytib o'tdim. Agarda sizlarda ham shunaqa xatolar bo'lsa, o'zingizlarga yozib olinglar va hozir biz bu narsani qanaqa to'g'rilaganimizni sizlarga ko'rsatib beraman va tushuntirib o'tib ketaman. Ya'ni aytganimdek, o'zi ularda stories axvatlari oxirgi paytlar 10 mingta, 15 mingta bo'lganida, biz ertasi kuni уже men storiesga prograf yozib, o'zim olib chiqaman. Ya'ni birinchi bir oy deyarli stories maker ham o'zim bo'lganman, chunki to'g'ri ketma-ketlik qo'yishni men stories makerga o'rgatishim uchun birinchi o'zim qilib ko'rsatishim kerak edi va birinchi oyda men olganimda o'sha, ya'ni ertasi kuni men o'sha olgan paytimda stories axvatlari o'sha 2 soatda 20 mingta bo'lgan. Ya'ni ularda o'zi bir kunda 15 mingta bo'lgan paytda bizda 2 soatda 20 mingta bo'lgan va menimcha bir kunda o'sha 60 mingtaga yaqinlashgan. Ya'ni hozir sizlarga imенно o'sha programma razbor qilib beraman, sizlarga yoniga video ham qo'yib qo'yamiz va sabablari nimada bo'lganligini tushuntirib beraman. Ya'ni sizlarga hozir men gapirsam ham, ko'rsatib bermasam, sirlarini aytmasam, sizlar tushunmasligingiz mumkin. Shu sababdan sizlarga hozir razbor qilib beraman. Xo'p, qaranglar, mana bizda birinchi stories qanaqa boshlanyapti? Mana birinchi storiesimizda katta tekst bilan, rasm bilan boshlanyapti. Ya'ni tekstimiz qanaqa? Ayollar hozir erkaklashib ketyapti. Ya'ni bu nima? Bu aktual muammo. Chunki hozirgi kunda bilasizlar, ko'p ayollar erkaklashib ketyapti, chunki ayollar hozir ishlayapti, pul topyapti, mashina minyapti va shu sabablarga ko'ra shunaqa narsa bo'lyapti. Va biz birinchi storiesni shu bilan boshlaymiz. Biz masalan boshlashimiz mumkin edi. Assalomu alaykum qizlar, bugun biz sizlar bilan shu mavzuda gaplashamiz desak, odamlarga unchalik qiziq bo'lmasligi mumkin, lekin biz srazu hook bilan boshlaymiz. Tushunarlimi? Ya'ni odamlar уже mana Majnapani auditoriyalari ular o'rganib qolgan o'sha oddiy storieslarga va to'satdan ularda qanaqadir aktualniy muammo chiqyapti. Ya'ni hamma auditoriya уже qiziqib qoladi. Qanaqa ma'lumotlar hozir bo'lar ekan deb ular qiziqib ko'radi va oxirigacha ko'rishadi. Xo'p, keyingi stories mana bizda ketyapti. Ikkinchisi, ya'ni biz mana bu hook qismini yana ham ochib beryapmiz. Mana ayollar kuchayib ketyapti, ko'proq pul topyapti, ko'proq mas'uliyatni bo'yniga olyapti va hokazo. Fikrimga qo'shilasizmi? Ya'ni biz mana ozgina tekst yozyapmiz va ularning fikrini so'rayapmiz. Bu ham nima uchun? Bu shunchaki emas. Bilasizlar, hozirgi kunda stories axvatlarni eng ko'tarib beradigan narsa bu sizlarga atvet yozishsi. Ya'ni biz atvet yozish uchun nima qilishimiz kerak? Ularga savol berishimiz kerak. Ya'ni biz so'rayapmiz. Mana ayollar hozir kuchayib ketyapti. Ya'ni eridan ham kuchayib ketyapti yoki erkaklardan kuchayib ketyapti. Shu fikrimga qo'shilasizmi deb savol beryapmiz va albatta hamma bu narsaga ha deb yozadi. Ya'ni hamma ha, menda ham shunaqa, uyimda ham shunaqa, oyim ham shunaqa, ya'ni hamma o'zining holatini yozadi va bu bizga albatta axlatlarni ko'tarishga yordam beradi. Ya'ni bilasizlar, stories bu monolog bo'lib qolish kerak emas, ya'ni shunchaki ma'lumot berishingiz kerak emas. Bu yerda albatta sizlar muloqot qilib, gaplashib, savollar berishingiz kerak bo'ladi va biz bu instrumentdan foydalanganmiz va e'tibor bergan bo'lsanglar, birinchi storiesda biz rasm qo'yamiz, keyingi storiesda o'sha video qo'yamiz va video ham iloj boricha qisqaroq bo'lsa, odamlar o'sha oxirigacha ko'radi.
Xo'p, keyingisida уже mana bu говорящий голова qilyapti, ya'ni formatlar o'zgaryapti bizda. Birinchi format bu rasm, keyingisi video va uchinchi format bu говорящий голова. Bu ham alohida bitta format. Ya'ni buni o'zingizlar kirib ko'rib chiqsanglar ham bo'ladi. Ya'ni biz уже mavzuni ko'proq ochib beryapmiz. Ya'ni o'sha mana bu aytayotdilarki, tan olamizmi, yo'qmi, lekin hozirgi kunda ayollar kuchayib ketyapti. Ularda erkaklik energiyasi ko'payib ketyapti va bu juda ham xavfli deyaptilar. Ya'ni biz уже muammoni olib chiqyapmiz, aktual muammoni olib chiqyapmiz va odamlarni jalb qilyapmiz. Что odamlar, ayollar bu narsani normalniy hisoblagan odamlar ham уже o'ylanib qolyapti. Demak, ha, menda ham shu narsa bor, bu narsa yaxshi emas ekan degan muammoga biz olib kelyapmiz va albatta oxiri nima bilan tugayapti bizning storieslarimiz. Ya'ni biz bu storieslarni qo'yishdan oldin biz bepul darslik yozgan edik, ya'ni ayollik jozibasiga qaytishga texnikalar berganmiz va biz o'sha narsaga progress qilganmiz. Tushunasizlarmi? Ya'ni oxirida biz aytganmizki, aynan shu mavzuda, ya'ni ayol energiyasini oshirish bo'yicha men darslik yozdim, bepul darslik yozdim. Agar sizlar ko'rmoqchi bo'lsangiz, sizlarga havola qoldiraman, albatta o'tib ko'rib olinglar, chunki bu juda ham muhim. Chunki ayollar ayolligicha qolish kerak, ular erkalashib ketish kerak emas degan mavzuni gapirganlar va oxirida darslikka olib borganmiz. Ya'ni biz nima qilishimiz mumkin edi? Biz shunchaki o'sha darslikni olib qo'yishimiz mumkin edi. Mana qizlar, sizlarga bepul darslik ayollik jozibasini oshirishda texnikalar desak, odamlarga qiziq bo'lmaydi. Chunki bu narsani biz muammolashtirib, ularga qiziqarli qilib, ular bilan savol-javoblar qilib progress qilib olib chiqmasak, odamlar o'tadi, odamlar ko'radi o'sha darslikni, lekin juda ham kam odam ko'radi va shu sababdan biz progress qilib olib kirganmiz. Ko'rgan bo'lsanglar, atigi 5 ta istoriya, unaqa real darajada katta narsa yo'q, lekin o'sha narsa ham mana ko'rmasam, sirazu 7 baravar. Menimcha o'sha kuni 6 baravar bo'lgan va undan 2-3 kundan keyin 7 baravarga oshgan. Va auditoriyani jalb qilishga bizga yordam bergan va albatta bepul darsimizni ham juda ham ko'p odamlar ko'rgan. Lekin biz uni to'g'ridan-to'g'ri shunday reklama qilganimizda odamlarga bu narsa bunchalik qiziq bo'lmagan bo'lardi. Xo'p, demak, biz qaysi instrumentlardan foydalandik? Yana qaytarib o'taman. Birinchisi bu albatta progress, ya'ni biz to'g'ridan-to'g'ri reklama qilmaymiz, biz progress qilyapmiz. Ya'ni progressni biz nima orqali qilamiz? Bu progressni biz muammo orqali qilamiz. Ya'ni ayollarda bor muammo bu o'sha erkalashib ketish. Biz o'sha muammodan olib kelib bepul darsligicha olib boramiz. Keyingisi bu syujetniy liniyalar. Ya'ni biz aytamiz, mana qanaqadir o'sha mana ayollar erkalashib ketayotganini biz birinchi mavzu qilib olib chiqyapmiz. Boshi, o'rtasi, oxiri, ya'ni oxiri bilan tugayapti. Mavzu bo'ldi, yopilyapti. Odamlarga tushunarli bo'lyapti. Ya'ni hikoyani boshi, o'rtasi, oxiri bor. Bu ham juda ham muhim. Va keyingi instrument bu albatta hook bilan boshlash. Keyingisi bu aktual muammolar. Ya'ni hook bilan boshlash deganda любой bitta muammoni olib chiqsanglar, bu uchib ketadi degan narsa emas. Ya'ni biz aktual muammolarni olib chiqamiz. Biz birinchi Madinapa bilan ko'rib chiqamiz. Ya'ni biz birinchi o'rinda auditoriyani analiz qilganmiz. Ya'ni ularning qanaqa muammolari bor va biz Madinapa bilan birgalikda o'tirib muammolarni yozib chiqamiz. Ya'ni hozirgi ayollarda, qizlarda qanaqa muammolar aktualni, где-то bir 10 ta 15 ta muammolarni yozib chiqamiz va o'shalardan kelib chiqib biz progress tuzganmiz. Ya'ni biz xohlagan muammoni olib chiqib qilganimizda unaqa qiziqarli bo'lmasdi. Shu sababdan o'zi bu analiz qilish bu yana alohida bitta mavzu, lekin sizlarga qisqacha aytib ketyapman. Что albatta sizlar auditoriyalarni og'rig'ini, muammosini bilishinglar kerak va o'shandan kelib chiqib sizlar progress qilsanglar, shunchalik ularga bu narsa qiziqarli bo'ladi. Va keyingisi bu albatta auditoriyani javob berishga va fikr bildirishga undash. Bilasizlarmi, hozirgi mana bizning ayollar juda ham fikr bildirishni yaxshi ko'radi, maslahat berishni yaxshi ko'radi va biz bundan foydalanishimiz kerak. Bizga qancha ko'p storieslarimizga atvetlar kelsa, shunchalik bizda daxlatlar oshadi. O'zi oldin storieslarni oshirish juda ham oson bo'lardi. Ya'ni shunchaki reaksiya qoldirsa ham, shunchaki oprosnikka bosib qo'ysa ham daxlatlar oshib ketardi, lekin hozirgi kunda уже bu narsa ishlamayapti. Men hammasini qo'llab ko'rganman. Ya'ni reaksiyalar ham hozir umuman ishlamayapti. Hozir eng ko'p ko'tarib berayotgan narsa bu atvetlar. Ya'ni oddiy shunchaki qaysi mavzuda sizlar bilan gaplashmoqchiman, xohlaysizlarmi, xohlasanglar ha deb yozib qoldiringlar desanglar ham, shu odamlar yozganidan keyin sizlarni o'zingizlar sezasizlar, sirazu daxlatlaringiz oshib ketadi va bu narsa juda ham muhim va biz ham bundan doimiy foydalanamiz. Chunki даже mana Madinapada ham qaysidir kuni biz storieslarni shunchaki qiziqarsiz olib chiqsak, bizda storieslarimiz yana 15 ming 20 taga tushib qoladi va biz qachonki yana shu instrumentlardan foydalansak, sirazu yana oshib ketadi va shu sababdan bu ham juda ham muhim. Xo'p, keyingisi bu albatta aytganimdek har xil stories formatlari, ya'ni biz ham screenshot qo'yamiz, ham video, ham говорящий голова, ham rasm, video, ya'ni har xil formatlardan foydalanamiz va bu ham odamlarga qiziqarli bo'ladi. Va keyingisi bu stories оформленияsi, ya'ni biz agar stories оформлениясini ham ko'pchilik noto'g'ri qilishi mumkin, ya'ni tekst juda ham kichkina bo'ladi, ko'rimsiz bo'ladi, rangi umuman bir-biriga tushmagan bo'ladi yoki tekst juda ham pastda, tepada bo'lib ketishi mumkin, ko'p bo'lib ketishi mumkin, ya'ni bu ham juda ham muhim. Albatta buni stories оформлениясini juda ham professional darajada
qilishinglar shart emas, shunchaki chiroyli odamning ko'ziga yoqimli qilsanglar, bu ham rol o'ynaydi va odamlar tekstinglarni o'qiydi. O'zi bilasizlarmi, progress mavzusi bu juda ham katta mavzu. Buni menimcha o'zim 2 soat, 3 soatlab sizlarga tushuntirib bera olsam kerak. Ya'ni sizlarga hozir qisqacha aytib ketyapman. Progress va o'zini ham men o'zim mentaligimda o'rgataman va progress bo'yicha men o'zimni tajribali mutaxassis deb ayta olaman. Nimaga? Chunki men o'zim ham faqatgina progress instrumenti orqali 2023-yilda o'zimning blogimda stories axvatlarim u paytda 2,5-3 mingta bo'lardi. Ya'ni o'rtacha 2,5 mingta axvatlar bilan men o'zim 250 millionlik zapus qilganman. Ya'ni bu degani 20 ming dollardan oshiq zapus qilganman. Ya'ni faqatgina stories progress orqali u payt men na webinar qilganman, na seminar, ya'ni hech qanaqa boshqa instrumentdan foydalanmasdan faqatgina progress va o'zidan mana shunaqangi katta sotuv qilganman. Ya'ni 2,5 mingta axvatam da bu ko'p deb o'ylashinglar mumkin, lekin bunaqa katta summa uchun bu menimcha juda ham zo'r va sizlar bemalol agar sizlarda 250 ta prosmotr bo'lsa ham sizlar bemalol shu summani topishinglar mumkin bo'ladi. Faqatgina sizlar to'g'ri progress qilishni o'rganishinglar kerak bo'ladi. Ya'ni bu juda ham muhim. Ya'ni ko'pchilik ekspertlarda blogi bor, Instagrami bor, axvatlari past yoki baland bo'lsa ham undan to'g'ri foydalanishni bilmaydi va sotuvlar qilishni bilmaydi. Ya'ni bu narsani sizlar o'rgansanglar, albatta sizlarga ham Instagraminglar doimiy ravishda yaxshi pul olib keladi va sotuvlaringlar baland bo'ladi. Xo'p, progress yo'nalishida va zapusk yo'nalishida yetarlicha tajribaga egaman, chunki o'zim shu sohadaman, deyarli 4 yil, 5 yildan beri va shu sohada faqatgina ishlayman va faqatgina shu kasbim orqali men o'zim pul topaman. Shu joyda siz aytishingiz mumkin, meni blogim juda ham hozir kichkina, meni unaqa axvatlarim past va podpischiklarim ham kam, men unaqa ko'p pul topolmayman deb o'ylashingiz mumkin, lekin adashasiz. Sizda deyarli 250 ta 300 ta prosmotringiz bo'lsa ham siz bemalol yaxshi pul topa olasiz va blogingiz o'zi kichkina bo'ladigan bo'lsa ham siz bemalol stabil darajada siz 10 ming dollar daromad topishingiz mumkin bo'ladi. Faqatgina buni ketma-ketligini bilishingiz kerak. Chunki men aytganimdek, men o'sha paytda 2023-yilda ham stabilni daromad qilardim Instagramdan, ham zapuslarim orqali ham yaxshi pul topardim va siz ham albatta shunaqa natijalar qila olasiz va yaxshi daromad qila olasiz. Faqatgina buni ketma-ketligini va bilimini olishingiz kerak bo'ladi. Chunki agar siz bilimini bilmasangiz, siz shunchaki bu narsani qila olmaysiz yoki qanaqa qilishni bilmaysiz. Va agarda siz ham ekspert bo'lsangiz va 500 dollar, 1000 dollar atrofida daromadingiz qotib qolgan bo'lsa, sizda oldingizda demak 4 ta yo'l bor. Birinchisi bu o'z blogingizni to'g'ri monetizatsiya qilish orqali daromadingizni kamida 2 barobarga oshirishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni siz shunchaki hozirgi bor blogingizda, ya'ni blogingizni kattalashtirmasdan turib, bor blogingizdan siz shunchaki to'g'ri monetizatsiya qilishni o'rganib olasiz, ya'ni qanaqa to'g'ri ko'proq pul topishni o'rganib olasizda va shu hozirgi daromadingizni kamida 2 barobarga oshirasiz. Bu sizda birinchi yo'l. Ikkinchisi, agarda siz men blog yurg'izishni unaqa yoqtirmayman, unaqa yaxshi ko'rmayman, men kadr ortida ishlab, ya'ni Instagramga o'zimni qo'ymasdan ham yaxshi pul topishni xohlayman desangiz, sizda ikkinchi yo'l bor. Bu o'zingizga ekspert yoki prodyuser topib, siz yaxshi daromad qilishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni siz shunchaki prodyuser bo'lasiz, blogingizni yurg'izmasdan ham siz kimnidir blogi orqali siz pul topishingiz mumkin bo'ladi va bilasizlar, hozirgi kunda prodyuserlar ham juda ham yaxshi pul topadi yoki siz o'zingiz ekspert bo'lsangiz ham o'zingiz produktlaringiz orqali ham yaxshi pul topishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, uchinchisi bu xizmat sotishingizni yo'lga qo'yib, jamoa yig'ib chekingizni oshirishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni agarda siz mutaxassis bo'lsangiz va sizda bitta proyektni masalan 500 dollardan olayotgan bo'lsangiz, siz bemalol chekingiz narxini oshirib, kamida 1,5 mingdan loyihalar olib, jamoa yig'ib va siz stabil darajada siz pul topishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni hozirgi daromadingizdan kamida 2-3 barobar, 5 barobargacha ko'proq pul topishingiz mumkin bo'ladi. Aytgandek, buni ham albatta qanaqa qilishni o'rganib olasiz va qisqa muddatda buni qilsangiz bo'ladi. Ya'ni hozirgi aytgan narsalarni hammasini sizlar atigi 2 oy ichida qilsanglar ham bo'ladi. Bu juda ham oson, faqatgina buni ketma-ketligini bilishingiz kerak bo'ladi. Va oxirgi 4-yo'l bu hech nima qilmasdan hozir joyingizda qotib qolish. Ya'ni buni ham qilmoqchiman, lekin hozir harakat qilgim kelmayapti yoki qo'limdan kelmaydi yoki har xil shunaqa qo'rquvlaringiz bo'lsa, ya'ni sizda oxirgi yo'l bu hech narsa qilmasdan hozir joyingizda qotib qolish va o'sha boshqalar sizdan o'tib ketganida siz o'sha ko'rib, ularga havas qilib qolib ketishingiz mumkin va sizni daromadingiz ham oshmaydi va bilasizlar, любой sferada shunaqa, agarda siz oldinga ketmasangiz, siz qotib qolasiz va orqaga ketib qolasiz va daromadingiz ham o'sha oshmaydi va borgan sari qiyinlashib boraveradi. Ya'ni siz o'sha bir oyga orqada qolib ketsangiz, sizda o'sha oldinga ketishingiz yana ham qiyinlashib boradi va shu sababdan bu ham va menimcha bu ham ekspert uchun juda ham yomon, chunki har bitta sohada odam oldinga ketish kerak va daromadini oshirish kerak bo'ladi. Lekin agarda siz shu 3 ta yo'ldan bittasi bo'yicha ketmoqchiman, rivojlanmoqchiman, daromadimni oshirmoqchiman desangiz, sizni o'zimning mentally dasturimga taklif qilaman. Ya'ni mentally dasturim yaqinda start oladi, yaqinda boshlaymiz.
ya'ni offline tarzda men bilan shug'ullanmoqchi bo'lsangiz, sizni taklif qilib qolaman. Ya'ni aytganimdek, ko'pchilik daromadini nimaga oshira olmaydi, nimaga oldinga qarab rivojlana olmaydi? Chunki ularda qadamma-qadam reja bo'lmaydi. Ya'ni hech kim ularga o'rgatmaydi. Mana bu ishdan keyin buni qilasan, bundan keyin buni qilasan degan tayyor strategiya bermaganligi uchun da ko'pchilik xohlaydi. Mana hozir ko'rayotgan darsni ko'rayotgan odamlar ham hamma aytishi mumkin, da xohlayman lekin qanaqa qilib desangiz, men bu narsani o'zim mentorlik dasturimda o'rgataman. Ya'ni qanaqa qilib sizga o'sha o'zingizni sohangizdan kelib chiqib, o'z yo'nalishingizdan kelib chiqib, sizga tayyor individual strategiya beraman va o'sha bo'yicha birgalikda ishlaymiz va 2 oy davomida birgalikda rivojlanamiz. Ya'ni agar sizga ham shu mavzu qiziq bo'lsa, ya'ni storieslarni yurg'izish, progressivlik qilish, sotuvlarni oshirish, ya'ni yangi darajaga chiqib, level up qilish sizga ham qiziq bo'lsa, men sizni mentorlikka taklif qilib qolaman. Shu videoni tagida sizga havola qoldiraman, lekin ogohlantirib o'taman, mentorlik dasturim hamma uchun to'g'ri kelmaydi va bu arzon bo'lmaydi. Ya'ni mentorlik dasturim arzon emas, shuni inobatga oling va mentorlikga faqatgina 15 dona odam olaman va birga bir ravishda individual tarzda shug'ullanaman. Offline tarzda bo'ladi. 2 oy davomida siz bilan shug'ullanamiz va juda ham ko'p ma'lumotlarni sizga beraman. Albatta to'liqroq ma'lumotni siz bilan sazmon qilganimizda to'liq ma'lumot beraman. Agarda sizga kursim to'g'ri kelsa agar va agarda men sizni o'zim to'g'ri deb bilsam, ya'ni agar siz darajangiz meni kursimga to'g'ri kelsa, sizga to'liq ma'lumotni beraman va savollaringizga javob beraman. Va shu darsni ko'rganlar uchun sizlarga maxsus taklifim ham bor. Ya'ni kim shu darslik orqali meni kursimga ro'yxatdan o'tsa, sizga maxsus taklifim bor. Buni sizga sazvonda aytaman, ya'ni qanaqa taklifligini sizga aytaman va albatta pastda havola qoldiraman. To'ldirasiz va komandant siz bilan aloqaga chiqadi va agarda sizga meni kursim to'g'ri kelsa, biz siz bilan aloqaga chiqib, sazvon qilamiz va mentorlikka yozilishingiz mumkin bo'ladi. Demak, bugungi darsim sizlarga foydali bo'ldi degan umiddaman. Albatta sizlar ham agarda shu fishkalardan foydalansanglar, o'zingizlarning blogingizda juda ham katta foyda beradi degan umiddaman. Juda ham xursandman agarda sizlarga foydali bo'lgan bo'lsa. Hammalarga rahmat, sog' bo'linglar.